Xo'sh, hurmatli obunachilar, akamiz bilan obzorimizni bu yoqqa davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yana ko'rishdik. Rahmat, hormang. Charchamayapsizmi? Ishlar bo'lyaptimi? Ha, bo'ladi. Qanaqa yangiliklar, yangi yil oldi aka? Yangi yil oldi. Yangi yilgacha 31-dekabr yangi yil oqshomigacha bizda bomba aksiyalar. Nima deydi? Suv tekin narxlarda deymiz. Xullas kalom, benzinli mototsikllarga aksiya qildik, narx-navolariga. Menimcha O'zbekistonda bunaqa narxda berishmaydi. Hattoki zavodda ham berishmaydi. Zavodda. Ha, zavodda ham bermaydi. Bu o'zimizning hisobimizdan qildik. Zavoddan arzon bo'lmasa, Benzinli mototsikllarga yangi yilgacha 31-gacha skidka. O'zining narxidan ham arzonroq beryapmiz. Что tovar bo'shatish bo'ladi-ku. Xuddi shunaqa narsa. Keling, birinchi mana benzinli bu yerdagidan boshlaymiz. Benzinli mototsiklni mana bunisi modeldan boshlaymiz. To'liq tushuntirib o'taman. Erinmasdan, shoshmasdan ko'rishadi. Naqd pulga $1600, 2 metrlik mototsikl, 200 kuba, radiator, понижний skorsi bor. $1600. So'mga uraman, $1600 ko'paytiramiz, 12000 so'm bo'lsa, kurs 19.200.000 so'm bo'lyapti. $1600 bu 19 millionlarga hozir 500 kilometr beryapti-da. Bu 1 tonna 200. 1 tonna 200. 1 tonna 200 hamma narsasi bor ichida, o'zining joy-joyida, narx-navosi bilan. Endi bunisiga kelamiz. Bunisi bu 1 tonnalik havoga soviydigan 200 kubalik 2 metrlik. Aha. 17 million so'm. 17 million. 17 million so'mga hozir 500 kilometrdan bermayapti-da. 500 kilometrdan ham arzon bu. Bunaqa narx bo'lmaydi hech qayerda. Narx-navoni solishtirib ko'rish mumkin. Endi bu tomonni oldiga o'tib olamiz, sal shovqini, mayli. Tak. Newstar 2 metrlik silindr. Понижнisi bor, radiatori bor, o'zi ag'daradigan silindri bor, jihozlangan. Narxi $1900. $1900. 12 mingdan kursga hisoblashaveradi. Bu ancha arzon chiqadi. Xohlagan joyga borib solishtirsin. Tak, 2 metrlik 1 tonna 200 baland bortli. Baland bortli mototsiklimiz 20 million so'm bu. Bu 20 million so'm. Ha, o'tgan bu 20 million, 21 million edi, 20 million so'm qildik. 1 million yana tushdik. Ha, Cavallo. 220 lik, 200 kubalik, понижний radiatorlari bor, chuqur bortli hisoblanadi, 220 lik. Ko'rsatib qo'yamiz. 25 million so'm. 25 million so'm. Mana bu katta aksiyaga tushgan Alp Motors. Bu 220 baland bort 200 kuba. Bu mol qo'ylar ortishga moslashgan. Mol bozor. 28 million so'm, 33 million so'm edi. 28 million so'm. 5 million. Newstar modeli. Hech kimda yo'q. Qo'sh balon 200 kuba, понижний radiatori bor. 220. $2000. 24 million so'm bo'ladi. Bunaqa narx aniq hech kimda yo'q. Hech qayerda ham yo'q. Zavodda bo'lishi mumkin. U yerda ham 26-25 millionga beradi. 24 million so'm mana Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida, bizda. Buni alohida olish kerak. 250 kubali Demansh modeli. 260 vilkalari, qo'sha vilka hisoblanadi buni. Tiyagalari bilan jihozlangan yangicha uslubda bu. Tagida 260 borti. Tak, buni narxi $2200. $2200. Ha, bu ham qimmat. Qancha yuk oladi? Bu 2,5 tonnagacha oladi. 2,5 tonnagacha bemalol oladi. Endi o'sha legenda Newstar. Legendarniy mototsikl bu. Uni 22-yil, 23-yil ichida nima bo'ldi? Trendga chiqqan mototsikl. Ya 23-24-yil ekan. Tak. 25 million sotilib turgan, 22 million so'm qo'yamiz. 22 million. 2 metr radiator, понижний скорость hamma narsasi bor buning ham. Bexijolat kelishsa bo'ladi. Narxlar shokolad narx. Bu hozir aytilgan narxlar keyin yana o'tib berasizmi yo oxirida? Yo'q, bu taqalgan narxi. Ko'rishadi, ma'lumot so'rasa Telegramdan tashab beraman, yana ko'proq syomka desa tashab beraman, narxi o'sha narx. Bu Newstardan havoga soviydi, bitta plyus tomoni понижний skorsi bor. Понижний? Ha, xuddi shuni понижний skorsi 20 million so'm degandik, 21 million so'm bu. Bexijolat kelaveradi. Garantiya masalalari nima bo'lyapti aka? Garantiya 2000 probeggacha motoriga yoki
3 oygacha yoki 2000 probeg motoriga, ramasiga 1 yil. Ramaga Yorug' tushsa biron bo'lsa 1 yil mobaynida almashtirib beriladi. Hali lekin qaytib kelishmadi mijozlar. Yo'q, hali men 4 yil, 5 yildan beri sotib turgan bo'lsam, hali bironta mijoz muammo qilgan. Motor bilan nimadan muammo bo'lgani yo'q. Bo'ladi endi texnik muammolar boya tushunmagan, o'zi tushunmagan, u yer bu yerdan bo'lishi mumkin. 220 qo'sh balondan bir balonlisi bu. O, bir balonlisi. New Star'dan $1700. 1700. 1700 12 mingdan kursga hisoblashadi. Oldi. 63 talik vilkalar. Yangicha ko'rinishda. Yangi ko'rinish. Tak. Tritsiklchamiz. Aha. Buni narxi 10 million so'm. 10 million so'm. 800 kilolik. 500 kilo deydi, 800 kilolik elektronni. Tok bilan. Buni narxi 11 million 500 ming so'm. Boshqa joyda yo'q bunaqa narxlar. Endi mana hech kimda yo'q tilla nima? O'tgan safar 8,5 millionga qo'ydik, bitta astatkamiz bor deb. Aha. 8 million qilib beramiz shuni. 8 million. 1 tonnalik 5 ta akkumulyator, 1800 mingga 1800 motor. 12 balonlar bilan. Tak, endi 1 tonnalik bu Xitoylik akalarimizniki. Aha. Buni narxini 12 million so'm qilamiz. 13 million o'tgan safar. Har xillaridan bor ekanda. Ha, har xilchasi chiqib ketdi. Endi zamon talabi shunday bo'lyapti hozir. Endi skuterlarga kelamiz ozgina. Skuterlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Skuterlar temasi. Mana boshdan boshlaymiz. 7,5 million so'm sotilib turgan. 7,5. 6 dona akkumulyator bilan jihozlangan. 6 million so'mga berib yuboramiz. 6 million so'm. Keyin Pantera degan modelimiz 5 dona akkumulyator bilan 2 kishi o'rindiqli. 5 million 800 ming so'mga beramiz. 5 million 800. X10 modeli, GK model deyiladi. 5 dona akkumulyator bilan 5 million 800 ming sotilgan, 5 millionga beramiz. Narxlar tushirganmiz. Tak. Tritsiklcha imkoniyat cheklangan akalarimiz yoki nimalar bo'lsa, haydashga qulay. Bu apparat o'zi qimmat yuradi. 7,5 million, 8 million sotilgan. 7 milliondan beramiz. 7 milliondan. 7 milliondan universal modeli. Tak, Lifan benzinli 150 kubali tortishlari dahshat. 16 million so'mga berib yuboramiz. 16 million so'm. H10 modeli 20 diska bilan jihozlangan, 5 dona akkumulyator bilan. H10 modeli 5,5 million sotilgan, 5 millionga beramiz. 5 million. Endi eng kulminatsion joyi mana bu 200 kilolik oladigan skuterimizdan 2 dona qolgan o'zi. 1 million 13 million sotganman vaqtida. 2 dona qolgan. 5 milliondan beraman. 5 milliondan? 5 milliondan beraman. 5 tadan akkumulyator bilan jihozlangan. Yarim puli bo'lib ketdi. 2 dona qolganligi uchun bu 31-dekabr yangi yil oqshomigacha 31-dekabr kuni ham chiqarib sotamiz. So'raydiganlar bo'lsa. Undan keyin lekin o'zgaradi. Undan keyin narxlar o'zgaradi endi. Bu H10 modelimizni aytdik. Tak, 24 elektrovelikli. Velikli. 4,5 million so'm sotganmiz, 4 million so'mdan qo'yamiz. Keyin mana yerda sal ko'rinmay qopti. Tak, bu yerda ikkita elektrovelikli bor. Bittasi H10 ga o'xshaydigan modeli. Mana bunisi 28 sal qani bo'lib qopti, mana 28 balon bilan elektrovelik 4 million 5 million sotilgan bu. 2 millionga berib yuboraman. 2 milliondan. O, 2 million yarim puli. Tak, o'zi 2 millionga ana velik beradi. Bu elektron motori bor buni. Motorni olib tashlasa ham qo'lda haydasa bo'ladi. 6 donali akkumulyatorimiz 2071 deymiz. 6 dona akkumulyator bilan motorlari ham kuchli, balonlari ham kattaroq qo'yilgan. Balonlari ham. Buni narxini 6,5 million sotganmiz, 6 million qilib qo'yamiz. Buni narxi yaxshi o'zi. Tak. Bu ham X10 modelidan. Dugalisi 5 million 200 ming so'm. 5 million 200. Keyin bu yangicha 2070 modelimiz. Bu 2 o'rindiqli hisoblanadi. Buni narxini tak 6 million 300 ming sotganmiz, 6 million qo'yib beramiz. Buni aytdik, H10 modeli. 3 balonli. 3 balon? Ha, bu 3 balon bu. Bunaqalari ham bormi? Ha, tritsiklcha 3 balonli. Buni narxini 13 million 12 million sotganmiz, 6 million 500 mingdan qo'yib beraman. Yarim. Bu ham aksiyaga joylashgan ular modellarda. Bu W12 modelimiz 5 dona akkumulyator bilan jihozlangan, 4 million 500 ming so'm. 4 million 500.
6 million 7 million sotilgan. 2049 modelimiz, eng trendivisi. Hozir juda yaxshi ketyapti bu. Buni narxini 6 million so'm qo'yamiz. 6 million so'm. Endi cho'ntak modellar. Cho'ntak? Cho'ntak nomi cho'ntak, 14 cho'ntak, 16 cho'ntak shu o'zi skuterchilar tushunadi buni, cho'ntak model deyiladi xalqimiz tilida. Buni 14 ni 3 million 900 ming sotganmiz, 3,5 milliondan qo'yib beraman. 16si bor. 16sini narxini 4 million 800 sotganmiz, 4,5 million qo'yib beraman buni narxini. Mana 2071 dan yana bitta. Sal ko'rinishi boshqacha buni. 6 dona akkumulyator jihozlangan, ballonlari katta. Buni 6,5 million sotganmiz, 6 milliondan qo'yib beraman. Aloqaga chiqsa yana skidka qilaman. X10 modeli eng trendiy, eng legendadan o'zi bir dona qolgan bu. Bu ichkarida qolib ketgan ekan korobkada. Biz bilmay terib chiqarib qo'ydik. Bu 5 million 800 ming, 6 million sotilgan, 5 milliondan qo'yib beraman. 5 million. X10 eng trendga chiqargan GK model deb o'zi asli mana shu aytiladi. Bilgan biladi buni. Ha. Endi boshqa viloyatlardan chiqsa, mototsiklmi, bumi, pensionerlar bo'lsa, Alif Mobi, Uzum, Libboy odamlar ba'zi chiqyapti-ku, limiti bo'lsa, o'zi tekshirib, shu orqali ham kreditga qilib berishimiz mumkin. Faqat birinchi limitlarni tekshirib, o'zining nimasi pensiyasi bo'lsa, yo karta obroti bo'lsa, limit beradi. Alif Shof, Alif Mobi, yana kim nimalar chiqib ketdi, Anor Bank, Uzum Bank, Uzum Nasiya. Shulardan limitini tekshiradi. Telefonga chiqadi. Menda limitim bor, palonchi skuterni olmoqchiman. Menga dastavka qilib bor. Yoki birinchi to'liqroq ma'lumot ber desa, ma'lumot beramiz. Ma'lumot berilgandan keyin, hamma tomon yoqqandan keyin u bizning xodimlar chiqadi aloqaga. Limitlarni yechiladi. O'sha bankka keyin maydalab to'layveradi o'zi. Bu yerda kecha ham video qo'yapmiz-ku, narxlarni obdan tushuntirganimizdan keyin yana telefon qilib, men kreditga olmoqchiman, qanday qilishim kerak deb menga qayta so'raydi. Yarim oqshom ham telefon qilib yotibdi odamlar. Videoni oxirigacha ko'rmasdan, oxiriga boshini ko'rib turib shunday telefon qilyapti-da, qayerdan vodiydan telefon tushib qolyapti. Endi vodiyliklarga bir xillarga qoplamasligi mumkin. Narxlar aytildi, oxirigacha shoshmasdan ko'rib, qoplasa, kelsin olib ketsin. Bu bosh nima emas, biz ham shu O'zbekistonda yashaymiz, Samarqand hamma viloyatga o'rtada. Uzoq emas, to'g'rimi? Eng o'rtada bizmiz o'zi aslida. Skuterlar temasi kreditga ko'proq so'rashadi. Skuterlar mana bu modelimizda hozir opalar, akalar har bitta mahallada, nimada bitta ikkita imkoniyat cheklanganlar bo'ladi-da. Bu haydab yurishga qulay. Bir xil mahalladan qo'ni-qo'shnilar yig'ilib padarka qilyapti, boshqa qilyapti-da. Xohlasa minib yursa ham bo'ladi o'zlari ham. Buni shu limitida borlar bo'lsa yoki kartadan bo'lsa, aytgan manziliga Samarqanddagi Petakigacha chiqarib yubora olamiz. Dastavka qilib beramiz. Shu atrof Samarqandga dastavka qilamiz. U ham shu Petakigacha. Samarqand shaharida Petak bor. Shu yerdan shu yoqqacha chiqarishimiz mumkin. Yo trassaga chiqarib berishimiz mumkin. Yo'q, agar menga dastavka qilib bersin desa, kilometrni hisoblab shofyorimiz bor o'zimizda, ortib yuklab berib yuboramiz. Shu yoqdan pulini beraman desa, ozroq zaklat tashlaydi. Misol 5 millionlik bo'lsa, 1 million zaklat tashlasa, kelishiladi. Borgandan keyin qolganini bersa ham bo'ladi. Kredit masalasi bo'yicha qayta nima qilyapman? Yana bitta varianti bor. O'ziga yaqin ishonch magazinlariga kirib, men mana shu modelni ko'rdim, skrinshot qilib oladi-da, gaplashdim. Abbos degan bola MotoUz bizning o'zimizning kanalimiz ham bor-ku. Ya sizning kanalingiz nomidan chiqsa ham farqi yo'q. Menga telefon qiladi. Men aytaman, endi ishonch magazinlari ko'p. Xodimlari ko'pi tanimayman men. Meni ham tanimaydi. Faqatgina men mana shu modelni ko'rdim yoki bironta modelni ko'rsa, shu ishonchga kirib turib, men olmoqchiman. Menga hujjat qilib ber. Deysa, hujjat qilinadi. Bu yerdan o'zimiz transportovkasini kelishib olamiz. Shunaqa variantlari ham bor. Hammani kutib qolamiz. MotoUzda. Yangi yilgacha hammani kutamiz. Kelayotgan yangi yillar bilan hammani tabriklaymiz. Skidkalarimiz mamnun kelgan bo'lsa, aloqaga bemalol chiqishlaringiz mumkin. Shoshilib qolishdi. Yana to'liqroq ma'lumot deydigan bo'lsa, menga telefon qilib Telegramdan tashlab yuborsangiz, Telegramdan tashlayman. To'liq video qilib tashlab beraman. Hammani kutib qolamiz. Rahmat sizga ham. Hammani MotoUzda kutib qolamiz do'stlar.